Farzand insonning hayotiga bir go'zal iforlar olib kiradigan bir mushukdek. Masalan, ota hayot tashvishlaridan xorab charchab uyiga qaytganda bir lahza farzandi bilan o'ynasa, uni bag'riga bossa, butun dunyoni g'am anduhlari uni tark etadi. Farzand payg'ambarlar Allohdan so'ragan marhamat, Allohdan tirnoq so'rab duo qilishganlar haqida ko'p eshitganmiz. Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla o'zining kitobida bizga aytadiki, dunyo hayotining nimasi deydi? Ziynati deb tilga olinadi. Ilohiy bir tuhfadir. Yoqub alayhissalom farzandini dog'ida yosh to'kaverib ko'zlarining nuridan ayriladi, ko'r bo'lib qoladi. Ikki olamning sarvari bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam esa qalblari naqadar kuchli bo'lishiga qaramasdan o'g'illari vafot etganda hasrat yoshlarini to'kadi. Biz hozir aytdikki, farzand buyuk ne'matlardan biri dedik. Endi Alloh azza va jalla ota-onadan mana shu buyuk bir ne'mat haqida albatta so'raydi. Har bir ota-ona o'z farzandi uchun yaratgan va razzoq bo'lgan zotning huzurida javob beradi. Balki quyidagi savollar berilishi mumkin. Men u savollarni hozir birin-ketin terishga harakat qilaman. Uning ne'mati uchun, bu ne'mat uchun shukrona keltirdingizmi? Yoki hayvonlarim ko'payib yotibdi-yu, biz ham ko'payapmiz dedingizmi? Bolalaringizni tarbiya qildingizmi? degan savol ham berishi mumkin. Siz aytishingiz mumkin, yo'q, mana hayvonlar ham bolasini tarbiya qilmasa ham yurib o'zi katta bo'lyapti-yu, men ham shunday qildim deysizmi? Haq yo'l haqida, Allohning yo'li haqida, dini haqida xabar berdingizmi? Balog'at yoshiga yetganda qilish kerak bo'lgan ishlarni tushuntirdingizmi? Ro'za tutish kerakligi haqida ogohlantirdingizmi? Agar qiz bola bo'lsa, uydan ko'chaga chiqayotganda avratlarini berkitib chiqish kerakligini aytdingizmi? Allohning oldidagi burchlarini ado etishga chaqirdingizmi, yo'qmi? Bu savollar berilsa kerak endi. Maktab va universitetlardagi imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tishi, hayotda omadsizliklarga uchramasliklari uchun necha marotaba tinimsiz ogohlantirganimiz aniq. Ogohlantirishimiz aniq. Bunga diqqat qilishimiz aniq. Lekin yuqorida aytganlarimizga ham diqqat qilyapmizmi? Ular haqida ham ogohlantiryapmizmi? To'g'ri kiyinish, to'g'ri ovqatlanish, o'ziga munosib bir inson bilan turmush qurish, mana shular, mashinali bo'lish, bular haqida uqtirib, ogohlantirib kelganimiz aniq. Ammo dunyo hayotiga oid bu singari yo'l yo'riqlar bilan bir qatorda Allohning imtihonidan munosib o'tishlari qiyomat kunida zarar ko'rganlar qatorida bo'lib qolmasliklari. Oxirat azobiga duchor bo'lmasliklari va tarozida xayrli amallar pallasi og'ir kelishi uchun ularni ogohlantirdingizmi, yo'qmi? Ogohlantiryapmizmi, yo'qmi? Ularni liboslari, taomlari, o'rin-joylariga e'tibor qaratganchalik namozlariga, berkinib yurishlariga, Qur'on o'qishlariga e'tibor qaratyapsizmi, yo'qmi? Qaratyapmizmi, yo'qmi? Taqqoslayapmiz-da hozir. Bu savollar bir kitobdagi bir qaysidir bir adibni tasavvuridagi mahsul emas, bu fantastik narsalar emas. Bu savollar o'z farzandini noto'g'ri tarbiyalagan har bir ota-ona qiyomat kunida javob berishi muqarrar bo'lgan savollardir. Bir xato qilsak, u xatolar haqida so'ralamiz.
Bu dunyoda ham, u dunyoda ham. Alloh taolo Tahrim surasining 6-oyatida ahli ayoli va farzandlariga ta'lim tarbiya berish to'g'risida bizga eslatib o'tgan. Shunday deb bir marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, o'zingizni va ahli ayolingizni yoqilg'isi odamlar u toshdan bo'lgan o'tdan, olovdan saqlang. Ya'ni ey odamlar, ularga, kimga? Turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringizga Allohga itoat etish va sajda qilishni, kufr va gunohdan tiyilishni o'rgating. Ularni Allohni zikr qilishga buyuring. Shunda Alloh sizni ham ularni ham jahannam olovidan qutqaradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, sizlarning har biringiz cho'ponsiz va har biringiz o'z suruv podangizga mas'ulsiz. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Biz bu mas'uliyatimiz haqida qanchalik oxirigacha tasavvurga egamiz, qanchalik tasavvurga ega emasmiz. Bo'ynimizdagi bu yukni qanchalik qabullaganmiz yo qabul qilmaganmiz, mas'uliyatini qanchalik sezamiz va yoki sezmaymiz. Biz farzandlarni bir nuqtadan bir nuqtaga olib keladigan bir vositamiz, shubhasiz. Ular biz orqali bu dunyoga kelishadi va bizni yordamimiz bilan bir nuqtadan bir nuqtagacha keladi. Lekin kunlardan bir kun keladiki, biz hech bir shaklda ularni hayotiga daxl qila olmay qolishimiz mumkin. Va ular o'sha biz bilan birga kelgan nuqtasidan keyin hayotini qanday davom ettiradi degan savolga bizda qanday javob bor? Halol, pok, pokiza davom etadimi va yoki yiqilib qolishi mumkinmi? Harom xarishga kirib ketib qolishi mumkinmi? Adashib ketib qolishi mumkinmi? Yuzimizni yerga qaratishi mumkinmi? Bo'ynimizni bukib qo'yishi mumkinmi? Mumkinmi? Nima bo'lishi mumkin? Bu savollarni biz o'zimizga berib ko'ramizmi? Farzanddan keladigan iztiroblar og'ir bo'ladi. Odam har narsaga chidaydi. Bolasidan kelganga chidolmay qoladi. O'zini hayotiga kelgan ko'p narsalarga ham chidaveradi. O'zi kasal bo'lsa chidaydi ota-ona, lekin bolasi kasal bo'lsa chidolmay qoladi. Ich etini yeydi deydi-ku bizning xalqimiz. Ich etini yeydi, ya'ni o'zini tamom qiladi. Ichidan chiriydi. Titilib ketadi ichidan. Biz ana shu farzandlar katta bo'lib, o'zini hayotini o'zi bir shaklda yashaydigan kunga ularni tayyor bir holatga olib keldikmi? Agar bu tayyor holatga olib kelmagan bo'lsak, biz nima deb o'ylayapmiz? Ular qanday qilsak ular o'sha kunga tayyor bo'lishadi? Bu vahshiyliklardan iborat hayotni ko'chasiga shunday qo'yib yuborgan paytimizda ular o'zini himoya qila oladimi? Dinini himoya qila oladimi? Iymonini himoya qila oladimi? Hayotini, iffatini, orini, nomusini, latofatini, har narsasini, ishonchlarini himoya qila oladimi? Yoki qila olmaydi. Bu savollarni biz o'zimizga beryapmizmi? Biz vazifamizni Alloh bizga buyurganidek qila olyapmizmi? Yana aytamiz, A nuqtadan B nuqtaga tug'ilgandan boshlab o'zini bir shaxsiy hayotini yashaydigan kunga olib kelgunga qadar biz vazifamizni bajaryapmizmi? Ularni kelgusi hayotda yiqilib, surilib, balchiqlarga botib, qonlarga bulanib, yomonliklarga, razilliklarga, naslarga bulanib yashashidan saqlaydigan yo'llarni o'rgatyapmizmi, yo'qmi? Bir so'z bilan aytganda, mana shu savollarni siz hammamiz ham bugun
o'zimizga berib ko'rsak yaxshi bo'ladi. Bu ko'rsatuvni ham mana shuning uchun tayyorladik. O'zingiz ehtiyot qiling, aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon, yaratganning doimo panohida bo'ling. Assalom.